Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ekan ochiq dalada qulpnay ekilgan, ustini duga qilib chiqilgan. Avgust oyida ekilgan qulpnaylar. Bu yerda kat yo'l yo'q, istish yo'q. Italyanskiy Aziya sorti, Kleriya sorti ekilgan. Men sizlarga hozir bir boshdan gullab turibdi. Hammasini ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, tushuntirib beraman. Hech qachon ko'chat tanlashda adashmanglar. Qaytaraman. Ko'pchilik aldanib qolayotgan ekan, kimdirlarga pul solib berib, bola battar bo'lib. O'shaning uchun sheyga joyimizga kelib, bemalol ko'chat zakaz qilib, gektarlarga ekadiganlar bo'lsa, Surxondaryo, Qashqadaryolik akalarim bo'lsa, telefon qilishinglar mumkin. Mana gullar o'zi sekin-sekin hosilga ham kirdi. Bizning joyimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga qaraydi bu joy. Nima desam bo'ladi? Endi bu ham sovuq joy. Asli Surxondaryo, Qashqadaryolarga qaraganda ancha sovuq. Bular qishdan o'tgan. Buni usti yaqinda yopildi. Hech o'ylamanglar. Parnik ekilgan deb. Bu yangi bo'ldi. Sal prostoyroq bo'ldi, sal issiqroq bo'lish uchun. Endi mana ekan. Hammasi gullab yotibdi, hammasi. Gulini qarayman, kattaligini. Bu gul, nima desam bo'ladi? Taxminan xo'p, nima desam bo'larkan? Xullas bir adborniy, juda ham katta qulpnay soladi. Mana asalar arilar yuribdi, uchib. Ochiq dalaga ekadiganlar iyun-avgust oyida eksayli bo'ladi. Keyin u mana shu yanvar-fevral oyida shuna qilib yopsayli ham bo'ladi ustini. Armatura bilan duga qilib qo'ysaylar bo'ladi. Zo'r, yana men hozir sizlarga ko'rsataman. Bu Kleriya degan sort ekan. Italyanskiy Aziya sortini ham ko'rsatib beraman hozir. Mana gullari. Bu bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 ta guli bor ekan. Bitta ko'chatda. Bir dona ko'chatda 24 ta guli bor. Bu degani qaytib gullamaydi degani emas. Buni hosilni olgandan keyin o'sha yana sekin-sekin gullashga keladi. Endi boshlanyapti. Bularni gul chiqarib gullashlari endi boshlanyapti. Mana arilar yuribdi. Maza qilishyapti arilar ham. Ko'rinyaptimi? Mana shunaqa chiroyli qilib eksaylar bo'ladi. Men hozir tashqari tomonni yana ko'rsataman sizlarga. Hurmatli obunachilar, akalar, meni eshitayotgan bo'lsanglar, tushuninglar, borku, mana shu joyimizga kelib bemalol qulplan ko'chatlarga zakaz qilishinglar mumkin. Ko'rasizlar, o'rganasizlar. Yangi ekadigan, gektarlarga ekadiganlar. Mana shunaqa qilib eksaylar bo'ladi. Vobshe chiroyli holatda. Beyidan xudo xolasa, men sizlarga yana video qilib tashlab berib turaman. Nima desam bo'ladi? Fura chiqib ketadi beyidan qulpnaylar. Xudoyim beradi, ko'rasizlar. Mana gullab yotdi. Hammasi chaman gul bosib ketgan. Bu gulini qaraylar, kim tushunadi? Tushunganlar kommentga yozinglar. Gulini qaraylar, kattaligini. Savollar bo'lsa bemalol telefon qilinglar. Mana ekan holat. Italyanskiy Aziya sorti, Kleriya sorti, Albion hammasidan bor xudo xolasa bizga. Katta gektarga ekadiganlarga kelishtirib beriladi, narx-navosini yetkazib beriladi. Bay. Mo gulini qarang, kattaligini, gulini. Pashto o'sha telefonim bilan teng ekan gulam. Mana. Xudo xolasa mashinalar hosilga kirganda sizlarga ko'rsataman. Oddiy 60 agat kilonka tortib qo'yilgan. Kigiroq tortib, teshib ko'chatlarni chiqarib qo'yilgan.
O't bosmaydi, namligi ushlab turadi bu kilonka. Zo'r mana holati. Savollar bo'lsa telefon qilinglar. Men video qilib tashlab berib turaman sizlarga, hammaga.